otalarida bular o'zbek otalarini qiladigan ishlariga qarash. O'zing buzib o'tiribsan-ku, o'zing qimlatib o'tiribsan sanlar. Bir og'irgina o'qiyin, nima dodlaysanlar, qiz ko'rmagan masalan, endi boda ota-onasi shunday yaratgan, o'shani olib tarbiya qilgin. Farzand tug'ib, endi ularning aqli past, nima qilasan, iloji yo'q. Va ayol O'zbekiston ayol qizlari kattalarda aqli past. Olloh tanimaydi. San ham bo'lsang qimlatib batar oyimcha, poyimcha deysanmi? Nima qilasan, ular tirnog'idan sochigacha avrat, og'irgina o'tirib, qizlarimda og'irgina dodvoy qilmasdan bunday o'qinglar. Ana O'zbekiston oyimcha, poyimcha deydi. Ikkitasi chiqib olib, oti Muxlisbek Qurbonov ekan, yangi premyerasi Muxlisbek Qurbonov. Endi O'zbekiston deganda sanlar, O'zbekiston deganda sharmi hayo degani. Erkaklar bunday bo'lmagan. Og'ir bo'lgan. Og'ir emas sanlar. Tasavvur qiling, nimani qo'yapsan bu yerga? Qancha qilsa senga havas qiladi. Ularga unday tovushda emas, ularga shu o'zingga bir yana bu yarimta nimani kiyib olib, musulmonchasiga kelib yarimta bir nimacha kiyib olgan kurtkachanga qara, bulbulchang ko'rinib o'tiribdi. Unday qilmas kerak. Endi sen bularni batar buzaman deyapsanmi? Yo'q, unday qilmas kerak. O'zbekiston bu buyuk. O'sha harakat qilinglar. Men ko'p narsa aytib, biz dodlab yuraydi. Tayyorga namoz haqida gapirib beraman, qo'yib beraman sizlarga. Uni ham eshitasizlar. Ba'zida kam-kam tushuntiraman xatolaringizni. Allohni zikr qiling. Bizni ayol qizlarga iymon ber, ya Alloh. Rahmating bilan jannati amal qilsin. Bizlar erkak odam naslidanmiz. Bizga farishtani sajda qildirgan Alloh. Rahmatingni ber, jannati amal qilsin. Yo'llarimiz yorug' bo'lsin. Qiyomatda yuzimiz qora bo'lmasin deb o'qimaysanmi? Nima qilasan qimlatib? Tomosha qilinglar bularni. Bu güzel canonlarga talashganim dard bo'ldi, bir talay armonlarga. Oyni koyimcha, erka koyimcha, yuragimni to'g'ri. Sizlar Allohni zikr qilinglar. Yana aytaman. Ya Allohim, bizlarni yo'limizni yorug' qilgin, bizga yaxshi juft halol bergin. Iymon e'tiqodli bo'lsin. Muhammad Rasuli sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, yarim dilli dinni biladigan sevgi bergin. Bo'lmasa o'ylanmayman. Yarim dinni bersang menga rahmating beribsan. Ya Allohim, ya Rahmonim demaysanmi? Qizlar hammasi dinga kirib ketadi sanlar ko'rib. Ma'nosi shu deb. Hadis bilmaysan, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar, agar sizga yarim din Alloh juft halol bersa ayol, biling, sizga shu yarim din Alloh yordam qilibdi. Ya'ni yarim o'sha jannatni sizga taqdim qilibdi Alloh. Agar o'sha qizlarni shu aytib, shunday bir dinni biladigan, oxiratga ishonadigan bo'lsa, demak, sizga Alloh yarim jannatni taqdim qilibdi. Siz yarmini qo'shing deganlar. Tushunasanmi gapgasanlar? O'zbeklar al-Buxoriy yurtda yashaydi. Bularni qilib o'tirgan ishiga qarang. Qanday deyish mumkin bularga? Ana, yoshlarda O'zbekiston bular. Qizagan bular o'zi. O'ylanadi, Rossiyaga ketgan bo'ladi. Topolmaymiz, yaxshi deyaptimi? turishlaridan, yurishlaridan, nozlanib labim turishlaridan. Ayol qizlardan ko'ngli qolgan bechoralarni. Internetga chiqib o'tirdi, hozir qo'yib beraman O'zbekiston xalq artislari nima o'qiyapti.